Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Endigina kanalimga kirib kuzatishni boshlagan aziz bekajonlar. Bugun sizlar bilan juda ham mazali bo'lgan farzandlarimiz uchun og'izga solgan vaqti erib ketadigan mazali pechenyeni pishirib ko'rsatib beraman. Kanalimizni ko'rishni davom eting. Kerakli masalliqlar: un, o'simlik yog'i, 100 gram shakar, kunjut ozroq, 2 dona tuxum kerak bo'ladi. Idishimizni olamiz. Avvalambor tuxumimizni chaqib solib olamiz idishimizga. Juda ham kam xarj, juda ham masalliq kam ketadigan pechenyelardan biri hisoblanadi. Suxarik sifat, lekin og'izga solgan vaqti o'zi erib ketadi. Mana tuxumimizni chaqib olib, ustiga shakarimizni solib, uzog'i bilan 2 minut, 3 minut mikser qilib olamiz. Xohlasangiz qo'lda aralashtirsangiz ham bo'ladi. Faqat shakari erisa bo'ldi. Mana ko'pirib ketishi kerak emas. Shakarini tuxum bilan qo'shib aralashtirib, mana shunday holga keltirib olamiz. Endi esa o'simlik yog'imizni solib, bir xil holga, bir xil massa bo'lguncha aralashtirib yuboramiz. Uncha ko'p vaqt ketmaydi. 1 minut, 2 minutda mana shu pechenyeni xamirini tayyorlab olsa bo'ladi. Mana juda ham kam masalliq ketadi, kam xarj, lekin barakali ko'p pechenye chiqadi. Mana solib aralashtirib oldik. Mikser bo'lmasa qo'lda ham qilsangiz albatta bo'ladi. Endi esa un solib olamiz. Mana 4-5 qoshiq un soldim. Mana qo'lda birinchi aralashtirib olamiz. Birdan mikser qilsak, tutab ketishi mumkin. Unimiz tutib yuboradi. Mana bir xil holga kelguncha aralashtirib oldik. Juda ham oson, qiyin joyi yo'q. Oddiy, lekin pechenyeni ta'miga gap yo'q. Juda ham mazali bo'ladi. Mana quyuq qilib yubormaymiz xamirini. Mana shunday holga kelganda unimiz solmaymiz. Mana shunday holga kelsa bas. Mana quyuqligi. Endi buni oddiy salofan paketga solib olamiz. Xamirimizni qattiq xamir qilmaymiz. Mana shunday suyuqroq xamir qilish kerak bo'ladi. Mana paketga solib oldik. Endi esa gaz plitamizni duxovkasini olamiz va qog'oz qo'yib olamiz. Albatta qog'ozga pishirsangiz kuyish jarayoni kamroq bo'ladi, chunki bu pechenye juda ham tez pishadi va baland olovda pishirish kerak emas. Mana shunaqa qilib dumaloq qilib chiqamiz. Uncha quyuq, qalin qilib yubormaymiz. Mana shunday ozroq qilib, dumaloq qilib chiqamiz. Juda ham mazali, mazzasiga gap yo'q. O'zingiz qilib ko'ring. Uydagi bor masalliqdan albatta juda ham mazali va barakali pechenyeni chiqarasiz. Men har doim farzandlarimga mana shunaqa pechenyeni tayyorlab beraman. Juda ham yaxshi ko'rib yeydi. Endi buni uyimizda kunjut bo'lsa, ozroq yuzini kunjut bilan bezasangiz ham pishish jarayonida kunjut qovurilib, issiq o'tib juda ham mazali ta'm beradi pechenyega. Shuning uchun albatta uyda kunjut bo'lsa, kunjut sepib yuboring yuziga. Mana endi buni uzog'i bilan 3 minut yoki qarab duxovkada pishirib olamiz. Kuydirib qo'ymash kerak. Mana shunaqa qizil holga kelganda pishirib jarayondan to'xtating. Uzoq bilan 50-80 gradusda pishirdim men buni, kuyib ketmasligi uchun. Mana juda ham tez ayriladi. Qog'ozga qilsangiz, mana patnisni o'ziga qilsangiz ham qarab tursangiz, pishish jarayonida kuydirib qo'ymang albatta, chunki bu juda ham kuyuvchan, tez tayyor bo'ladigan pechenyelardan biri.
uzog'i bilan 3-4 minutda pishirib olamiz. Mana shu qilgan xamirim, 2 tuxum, 100 gram shakarim, ozroq yog'imdan mana 4 patnis pechene chiqdi. Juda ham barakali pechene bo'ladi. Siz ham qilib ko'ring. Albatta sizga ham yoqadi degan umiddaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'ling. Albatta siz ham tayyorlab ko'ring. Sizga ham juda ham yoqadi mana shu pecheneni ta'mi. Mana o'zingiz mana ko'rib guvoh bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog'